Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Men sizlarga murojaat qilmoqchiman. Men Sirdaryo viloyati Yangi shaharda yashaymiz. Biz hozir ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lib turibmiz. Shlaka bo'lib chiqaradigan, pena bo'lib, gaza bo'lib chiqarmoqchimiz. Lekin unga ishlashga bir yaxshi insonlar kerak. Yangi shaharda yashaydigan yoki atrofda qishloqlarda bo'lsa ham, Soqqozorda bo'lsa ham mayli. Agar mabodo uzoqliklarda deydiganlar bo'lsa, yotish narsani ham ta'minlab beramiz. Murojaat qilingiz, telefonni yozib qo'yaman, mana shu yerga chiqarib qo'yaman. Shunga telefon qilasizlar. Yoki mana shunga, yoki ukamning telefoniga, qo'llik telefoniga. Sizlarni kutamiz. Yangi shahar yoki mana shu Soqqozorda bo'lsa ham mayli. Kim qayerda bo'lsa ham yaxshi ichmaydigan odam kerak bo'ladi bizga. E'tibor uchun rahmat.